O'zbekiston va Portugaliya uchrashuvida Behruz Karimovning top 5 chempionatining skautlar kelgan va kuzatishgan. Ulardan ikkitasi Angliyadan, bittasi Fransiyadan, bittasi Germaniyadan. Bunday xabarlarni juda ham ko'p eshitmoqsiz, lekin Behruz Karimovni yaqindan tanimaydigan insonlar ham yetarlicha. Keling, Behruz Karimovni yaqindan o'rganish harakat qilib ko'ramiz. Undan oldin sahifamga obuna bo'lib, ushbu videorolikka bitta like bosib qo'ying. Qani unda bo'lsa, boshladik. Behruz Karimovni ko'pchilik Kolumbiyaga qarshi so'nggi daqiqalarda uzoqdan yo'llagan zarbasi orqali tanigan edi va Behruz ana shu o'yinda iliq taassurot qoldirgan edi. Behruz Karimov 2007-yilda Namanganning Kosonsoy tumanida tavallud topgan va pozitsiyasi o'ng qanot himoyachisi. Behruz Karimovning Kolumbiyaga qarshi yo'llagan zarbasiga keladigan bo'lsak, bu tasodif emas edi. O'tgan mavsum ham Superligada o'zining mana shunday debyut golini urgan edi. Ushbu mavsum nazorat bahsida bundan-da chiroyli gol urgandi. Bunday zarbalar Behruz Karimov uchun tasodif emas. Ushbu gollar va zarbalar uning imzosi. Kolumbiyaga qarshi Luis Diazga qarshi ishonchli o'ynadi va o'ng qanot himoyasida o'zining joyini mustahkamladi. Portugaliyaga qarshi ham yomon o'yin o'tkazmadi. Fabio Cannavaro Behruz Karimovni termaga chaqirib, Behruzning salohiyatini ommaga keng ko'rsatishga sababchi bo'ldi. Ushbu video yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang.